Maslahatim arzonroq usta ishlatmang. Gap u qimmatligida, uni nafsida emas. U mehnatiga yarasha pul oladi. Tajribasi balandroqdir uning. Ishiga mas'uliyat bilan yondashadi. O'z vaqtida keladi. Aytilgan narsani o'z vaqtida bajarib topshiradi. Ertaga biron joyda nosozlik yo bironta xatolik bo'lib qolsa, ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin. Tugatib ketgandan keyin telefon qilsangiz, telefon bittada ko'taradi. Xo'p, siz arzonroq usta ishlatib, qayerdandir tejamoqchisiz. Lekin arzon usta masalan tajribasi kamroq bo'lishi mumkin. Ishiga mas'uliyatsiz qarash mumkin. Ertaga ishini tugatgandan keyin siz o'sha ustani topa olasizmi? Bironta joyda agar kamchilik qolib ketgan bo'lsa, kelib to'g'rilash uchun. Bu sizga даже qimmatroq ham tushadi. Shuning uchun ham men aytaman, remontda eng qimmat narsa bu qaytadan qilish.